bugun siz bilan look check emas, bag check qilamiz. Okay, let's start. The first thing, my iPad chick, AirPods, хатангире. Мен симулятором Symfony, как всегда зарядник. Хоп, charger, by the way. Мандаринчик. Nice. Yana mandarin. Yana mandarin. А что, так можно было, что ли? Sumkam ichida nechta mandarin bor ekan. Salaymiz. Xo'p, keyingisi. Ruchka. Obязательно bo'lishi kerak. Tint labimizni yengil qizartirish uchun. Va keyingisi bu mani sevimli dushim. Oh my god! Buni vizajistga, samsibi vizajist kursiga o'qiganimda menga masterim maslahat bergan. Bu meni 4-olishim. Buni har xillari bor. Original, pod originallari ham chiqib ketgan. Ayni originalini olishga tavsiya beraman, chunki juda ham zo'r tush. Anchaga yetadi. Ayniqsa shotkasi ham jiddiy. Mana kiprigim o'z uzunligini hisobiga yana ham uzun va qalin qilib beradi. Xo'p, bu bizning rasmimiz. This one. Nima deydi? Lipchka, telefon orqasiga qo'yadigan. Kitob uchun, kitob o'qiganda orasiga qo'yib qo'yadigan. Bu ham sumkamda qolib ketgan. Dorilar. Dori bozor. Ты крыса! Yana dori bor ekan. Sirg'achalar. Chiroyli. Bilas, mana sumkam ichida shunaqa narsalar bor ekan. Aslida nima bor? Вот я. Главное, tartib bormi?